Assalomu alaykum azizlar. Bugun nimaga to'g'ri ovqatlanish kerakligi haqida gaplashamiz. Oziq-ovqat moddalar havo va suvdan keyin inson hayoti uchun zarur manba hisoblanadi. Oziq-ovqat iste'mol qilish inson organizmida bo'lib o'tuvchi funksional va metabolik jarayonlarga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi va kasalliklarni oldini oluvchi yoki ko'plab kasalliklar rivojlanishiga sabab bo'luvchi omil vazifasini bajaradi. Oziq moddalar, ya'ni nutrientlar oziq-ovqat mahsulotlar tarkibiga kiradi va organizm uchun qurilish material vazifasi va energiya uchun ishlatiladi. Oziq-ovqat mahsulotlar ikki guruhga bo'linadi: makronutrientlar va mikronutrientlar. Makronutrientlarga asosiy oziq mahsulotlar yog', oqsil va uglevodlar kiradi. Bu moddalarni kisloroddan bog'lanishi hisobiga organizm uchun kerakli bo'lgan energiya hosil bo'ladi. Mikronutrientlar bu vitaminlar va minerallar. Bu moddalar organizm uchun energiya manbai hisoblanmaydi, lekin organizmda sodir bo'luvchi hamma biologik jarayonlarni boshqaruvida ishtirok etadi. Moddalar almashinuvi, metabolizm bu oziq moddalar ishtirokida inson organizmi plastik va energetik moddalarga nisbatan ehtiyojini qoplash uchun kerak bo'lgan biokimyoviy va energetik jarayonlar majmuasi. Murakkab kimyoviy moddalar oqsil, yog' va uglevodlar oshqozon ichak tizimida soddaroq bo'lgan glyukoza, aminokislotalar va yog' kislotalarga parchalanadi. Ular qon orqali hujayralar va to'qimalarga boradi va kislorod ta'sirida karbonat angidrid, energiya va suv ajraladi. Moddalar almashinuvi bir vaqtning o'zida ikki xil qarama-qarshi ta'sirga ega bo'lgan jarayonlardan iborat. Birinchisi bu anabolizm yoki assimilyatsiya. Bu organizmni faoliyatiga kerak bo'lgan moddalarni hosil qilish uchun kechadigan hamma reaksiyalar. Boshqacha qilib aytganda, organizmning qurilishiga olib keladi. Katabolizm yoki dissimilyatsiya. Bu moddalarning parchalanishi, oksidlanishi, energiya hosil bo'lishi va organizmga chiqib ketishini ta'minlaydigan reaksiyalar. Katabolizm va anabolizm reaksiyalari organizmda bir vaqtning o'zida kechadi. Faqat bu jarayonlar hujayralarning har xil qismida bo'lib o'tadi. Inson to'qimalar doimo yangilanib turadi. Misol uchun, organizm to'qima oqsillari har 80 kunda yarmi almashadi. Jigar fermentlari esa har 2-4 soatda yangilanib turadi. Tirik organizm doimo energiyaga muhtoj bo'ladi. Shuning uchun assimilyatsiya va dissimilyatsiya jarayonlari doimo to'xtovsiz bo'lib turadi. Hujayralarda asosiy moddalarning parchalanishi uchun bir qator fermentativ reaksiyalardan o'tish kerak bo'ladi. Oqsil anabolizmi somatotropin, insulin va androgen gormonlari tomonidan boshqariladi. Gormonlarning ko'payishi bolani bo'yi o'sishini tezlashishi va vazn qo'shishiga olib keladi. Yetishmovchilik esa bolani bo'yida ortda qolishiga olib keladi. Oqsil katabolizmi qalqonsimon bez gormonlari, glukokortikosteroidlar va adrenalin tomonidan boshqariladi. Bu gormonlarning oshib ketishi to'qimalarda oqsilda parchalanishiga va bemorni ozib ketishiga olib keladi. Bu gormonlarning kamayishi esa semizlikka olib keladi. Moddalar almashinuv vaqtida hosil bo'lgan ATF hujayralar uchun universal energiya manbai hisoblanadi. Inson organizmi bir sutkada o'zini vazniga teng bo'lgan ATF ishlatadi. ATF katabolizm jarayonida hosil bo'ladi va anabolizm jarayonlarida ishlatiladi. Inson energiyani tashqi muhitdan yog', oqsil, uglevodlardan oladi. Energiya olish jarayonlari kislorod bilan va kislorodsiz ravishda kechadi. Organizmda energiya o'lchov birligi kaloriyada hisoblanadi. Bu 1 gram suvning haroratini 1 gradusga oshishi uchun kerak bo'lgan energiya miqdoriga aytiladi. 1 gram uglevod parchalanganda 4,1 kilokaloriya energiya hosil bo'ladi. 1 gram yog' parchalanishidan 9,3 kilokaloriya hosil bo'ladi va 1 gram oqsil parchalanishidan 4 kilokaloriya energiya hosil bo'ladi. Organizm uchun uzoq muddat energiyani ushlash, saqlash yo'li bu albatta yog' to'qima to'plash hisoblanadi. Inson organizmida sog'lom faoliyat yuritishi uchun kunlik energiyani sarflanishi va hosil bo'lishini muvozanatni ushlash kerak bo'ladi. Umumiy moddalar almashinuvi asosan 6 xilga bo'linadi. Birinchisi oqsil almashinuvi. Oqsil mushaklar, suyaklar, teri to'qimalari va ichki a'zolarni o'sishi va rivojlanishi uchun kerakli bo'lgan makronutrient hisoblanadi. Bundan tashqari fermentlar, gormonlar va antitanachalar hosil bo'lishida ishtirok etadi. Oqsil yetishmovchiligi
o'sishdan ortda qolishga, immunitet pasayishiga va mushaklar kuchsizlanishiga olib keladi. Ikkinchisi uglevod almashinuvi. Organizm uchun asosiy energiya manbai hisoblanadi. Uglevod almashinuvi buzilishi semizlik, qandli diabet va giperglikemiyaga olib keladi. Uchinchisi yog' almashinuvi. Yog'lar organizmni energiya bilan ta'minlaydi. Hujayralar qobig'ining qurilishida va gormonlar sintezida ham ishtirok etadi. Yog'da eruvchi vitaminlar A, D, E, K so'rilishiga yordam beradi. Ortiqchasi semizlikka olib keladi, yetishmovchilik esa bo'y o'sishdan ortda qolishga va asab tizimining rivojlanishini buzilishiga olib keladi. To'rtinchisi suv va tuz almashinuvi. Organizmda suv va elektrolitlar muvozanatini ushlab turadi. Bolalarda katta ahamiyatga ega. Qayd qilish, ichib ketishi va yuqori haroratda ko'p yo'qotiladi. Beshinchisi minerallar almashinuvi. Kalsiy va fosfor suyak va tishlar shakllanishida ishtirok etadi. Temir gemoglobin shakllanishida. Sink, yod, magniy va boshqa mikroelementlar immun tizimini rivojlanishida va o'sishida ishtirok etadi. Va oltinchisi vitaminlar almashinuvi. Vitaminlar ko'plab biokimyoviy jarayonlarda ishtirok etadi. Yetishmovchiligi turli xil kasallik rivojlanishiga olib keladi. Misol uchun vitamin D yetishmovchiligi rahit kasalligi, temir yetishmovchiligi kamqonlik, vitamin A yetishmovchiligi ko'rishni buzilishiga olib keladi. Bolalarda moddalar almashinuvi kattalaridan ancha tezroq kechadi. Albatta bu holat bolalar tez o'sishi, bosh miya rivojlanishi, yuqori jismoniy aktivlik va immun tizimini shakllanishi bilan bog'liq. Bolalarda ovqatlanish qanday bo'lishi kerak? Yoshiga mos bo'lishi kerak. Ovqatlarda yetarli miqdorlarda oqsil, temir, yod, vitamin D, kalsiy bo'lishi kerak. Bolani erta yoshidan boshlab to'g'ri ovqatlanish odatlarini o'rgatish kerak. Bolani organizmi moslashiga qarab turli ovqatlarni kiritib borish kerak. Albatta, biz nima yesak, biz o'shamiz degan ibora ko'p narsani tushuntirib beradi va inson organizmi iste'mol qilgan mahsulotlardan qurilganligi va shakllanganligiga ko'rsatadi. Ammo insonni sog'ligi, salomatligi nafaqat ovqat bilan bog'liq. Sog'lom organizmni shakllanishi uchun me'yorda ovqatlanish, jismoniy aktivlik, yetarli uyqu rejimi, ruhiy emotsional barqarorlik, irsiyat va qulay atrof muhit kerak bo'ladi. Katta rahmat.